Raqib emas, hamkor bo'laylik. Tramp va Si uchrashuvining birinchi kuni qanday o'tdi? Sammitning birinchi kuni dabdabali marosimlar, AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo, Eron, Tayvan hamda boshqa bahsli masalalarga daxldor bo'lgan muhim uchrashuvlar bilan o'tdi. 14 may kuni AQSh prezidenti Donald Trump va Xitoy yetakchisi Si Jinping Pekinda muzokaralarni boshladi. Bu AQSh prezidentining qariyb 9 yil ichida Xitoyga amalga oshirgan ilk tashrifining boshlanishi bo'ldi. New York Times'ning yozishicha, bu sammit ikki davlat o'rtasidagi tarang munosabatlar yaxshilanish-yaxshilanmasligini va bunga erishish uchun nimalar talab qilinishini belgilab berishga yordam beradi. Kutib olish marosimi. Kutib olish marosimi. Si Trampni Pekin markazidagi xalq yig'inlari saroyi tashqarisida kutib oldi. Ular qo'l berib ko'rishdi, faxriy qorovul hamda qo'llarida gullar va bayroqlar bo'lgan hayqiriqlar bilan kutib olayotgan bolalar yonidan birga yurib o'tdilar. Saroy zinapoyalarida Trump ma'muriyatining bir qancha mulozimlari, AQSh davlat kotibi Marco Rubio, moliya vaziri Scott Bessent, mudofaa vaziri Pete Hegseth, Oq uy apparat rahbari o'rinbosari Steven Miller va boshqalar bor edi. Ular orasida prezidentning o'rtancha o'g'li Eric Trump hamda Apple kompaniyasidan Tim Cook, Nvidia'dan Jensen Huang va Tesla hamda SpaceX'dan Elon Musk kabi biznes yetakchilari, shuningdek Amerikaning boshqa yirik kompaniyalari rahbarlari ham bor edi. Ikki tomonlama uchrashuv. Xalq yig'inlari saroyi ichkarisida Trump va Si 2 soatdan ko'proq vaqt muzokaralar o'tkazdi. Suhbat ikki tomonlama munosabatlarning ahamiyati haqidagi mulohazalar bilan boshlandi. Trump ularning shaxsiy munosabatlariga ham urg'u berdi. Siz buyuk lidersiz. Ba'zan bu gapim odamlarga yoqmaydi, lekin men buni baribir aytaman. Ba'zilar buni tarixdagi eng yirik sammit bo'lishi mumkinligini aytishmoqda. Xitoy hamda AQSh o'rtasidagi munosabatlar har qachongidan ham yaxshi bo'ladi, dedi Trump. Si esa sammitni ocharkan, Xitoy AQShning barqaror munosabatlari butun dunyo uchun foydali ekanini ta'kidladi hamda ikki davlatni raqib emas, balki hamkor bo'lishga chaqirdi. Biz hamkorlik qilsak, har ikki tomon foyda ko'radi. Qarama-qarshilikka kirishsak, har ikki tomon zarar ko'radi, dedi Si. Trump va Si uchrashayotgan vaqtda Xitoy bojxona boshqarmasi Amerikaning bir necha yuzlab kushxonalariga Xitoyga mol go'shti eksport qilish uchun litsenziyalarni tasdiqladi. Trump o'zining dastlabki bojlarini joriy qilganidan so'ng Xitoy ushbu litsenziyalarning muddatini tugatgan, ya'ni uzaytirmagan edi. Shu bilan birga umumiy savdo munosabatlari noaniqligicha qolmoqda. Ammo Amerika biznes delegatsiyasi a'zolari birinchi uchrashuvdan so'ng xush hayfiyatda ko'rindi. Nimalarga erishilgani haqidagi savolga Elon Musk ko'plab yaxshi narsalarga deb javob berdi. Tayvan Xitoy uchun eng muhim masala. Trump AQSh va Xitoy maxsus munosabatlarga ega degan g'oyani ilgari surishga harakat qilgan bo'lsa-da, Sining Tayvan bo'yicha keskin ohangi payshanba kungi muzokaralarda ustunlik qildi. Si yopiq muzokaralar chog'ida Trumpni o'zini o'zi boshqaradigan Tayvan oroli bo'yicha kelishmovchiliklar agar noto'g'ri hal qilinsa, dunyoning hukmron kuchlarini to'qnashuvlar va hatto mojarolar sari yetaklashi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Ammo davlat kotibi Marco Rubio NBC News telekanaliga AQShning Tayvanga nisbatan siyosati o'zgarmas ekanini aytdi. Xitoyning Tayvanni kuch bilan egallashga urinishi dahshatli xato bo'lishidan ogohlantirdi. U shuningdek Sining fikrlarini odatiy amaliyot sifatida talqin qildi. Ular har doim o'z tomonlaridan buni ko'tarishadi. Biz har doim o'z pozitsiyamizni aniq bayon qilamiz va boshqa mavzularga o'tamiz, dedi Trumpga muzokaralarda hamrohlik qilgan Rubio. Xitoy so'nggi haftalarda Tayvan uning manfaatlarining markazida turishi va AQSh bilan barqaror munosabatlarni ta'minlashning kaliti ekanligi haqidagi o'z qarashlariga ko'proq e'tibor qaratishga harakat qildi. Trump Tayvandan mudofaa xarajatlarini oshirishni talab qildi va dekabr oyida Oq uy Tayvan uchun 11 milliard dollarlik qurol-yarog' paketini e'lon qildi. Bu orol demokratiyasi uchun eng kattasidir. Ammo AQSh qurol sotishni hali boshlagani yo'q va Trump bu masalani Pekinda Si bilan muhokama qilish niyatida ekanini aytgan edi. Xitoy Hormuz bo'g'ozi ochilishini xohlaydi. Payshanba kuni Trump xalq yig'inlari saroyida Si bilan 2 soatlik uchrashuvga o'tirganida Eron masalasi ham kun tartibida edi.
Yetakchilar Eron mojarosi boshlanganidan beri amalda yopilgan Hormuz bo'g'ozi jahon energiya ehtiyojlarini qondirish uchun qayta ochilishi kerakligiga kelishib olgan. Fox News telekanaliga bergan intervyusida Trump Si urushni hal qilishda shaxsan yordam taklif qilganini aytdi. Ammo Xitoyning Eron bilan strategik sherikligini hisobga olsak, bu nima anglatishi tushunarsiz edi. U Hormuz bo'g'ozi ochilishini xohlaydi, dedi Trump. U agar biror bir yordamim tegsa, yordam berishni xohlar edim, deb aytdi. Prezident shuningdek, Sining bo'g'ozdan o'tayotgan kemalar uchun har qanday to'lovlar joriy etilishiga qarshi ekanini va kelajakda Xitoyning Fors ko'rfasi neftiga qaramligini kamaytirish uchun AQShdan ko'proq neft sotib olishga qiziqish bildirganini aytdi. AQSh va Isroilning Eronga bergan zarbalarni tanqid qilib kelayotgan xitoyliklar Eronning eng yirik savdo sherigi sifatida o'ziga xos ta'sir richagiga ega. Xitoy hukumati urush keltirib chiqargan iqtisodiy zararni o'zining strategik neft zaxiralari yordamida yengib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Ammo bu himoya cheksiz emas. Iqtisodchilarning ta'kidlashicha, Eron mojarosi hali ham Xitoyning eksportga yo'naltirilgan iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, rahbarlar tafsilotlarni ochiqlamasdan Ukraina va Koreya yarim orolini ham muhokama qilishgan. Yirik biznes bitimlarni e'lon qiladimi? Oq uy tashrifdan oldin Trump ketishidan oldin natijalarga erishishni ko'zlamasdan turib sayohatga chiqmasligini ta'kidlab, savdo bo'yicha e'lonlar bo'lishi mumkinligiga ishora qilgan edi. Associated Press nashrining yozishicha, bunday e'lonlar hali ham paydo bo'lishi mumkin. Chunki Oq uy tomoni Xitoyning Oq uy soya loviyasi va mol go'shtini sotib olish bo'yicha majburiyatlarni tasdiqlashiga umid qilmoqda. Trumpning aytishicha, Si Xitoy Oq uydan 200 ta Boeing samolyotini sotib olish bo'yicha majburiyat olishiga ishora qilgan. Oq uyning ma'lumotiga ko'ra, payshanba kuni yetakchilar xitoyliklar tomonidan Oq uy qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olishni ko'paytirish va har ikki tomon uchun bir-birining bozorlariga investitsiyalarni kengaytirish imkoniyatlarini muhokama qildilar. Trump ma'muriyati rasmiylari, shuningdek, mamlakatlar orasidagi tijoriy tafovutlarni hal qilish uchun Xitoy bilan savdo kengashini tashkil etish ustida ishlashni xohlamoqda. Xitoy bosh vaziri Li Xian Trumpning Pekindagi delegatsiyasi tarkibiga kirgan Oq uy biznes gigantlari bilan suhbatda Oq uy Xitoy aloqalarida do'stlik va hamkorlik zarurligini ta'kidladi. Xalqaro beqarorlikka qaramasdan, Xitoy va Qo'shma Shtatlar ochiq va silliq muloqot hamda aloqani saqlab qolishga va ikki tomonlama munosabatlarning barqaror va sog'lom bo'lishini faol himoya qilishga muvaffaq bo'lishdi, dedi Li. Sayohat va banket. Rasmiy uchrashuvlardan so'ng Trump va Si janoblari Pekindagi mashhur osmon ibodatxonasini Temple of Heaven aylanib chiqdi. Bu majmua 14-asrdan beri imperatorlar ma'naviy qarorgohi bo'lgan, keyinchalik ibodatxona jamoat parkiga va UNESCO merosi obyektiga aylangan. Chet el yetakchilariga Xitoy tarixining ulug'vorligini madh etishga moyil bo'lgan Si ushbu tashrif davomida Trumpga Xitoy tarixi haqida so'zlab berdi. Sayr vaqtida Trump jurnalistlarga Si bilan uchrashuvi qanday o'tgani haqida qisqacha izoh berdi. Ajoyib, zo'r joy. Inson ishonmas darajada. Xitoy go'zal, dedi Trump. Ammo u Tayvan haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Payshanba kechki paytga borib, xalq yig'inlari saroyining bezatilgan zalida Trump va uning delegatsiyasi uchun dabdabali kechki ovqat tashkil qilindi. Yetakchilarning ikkalasi ham nutq so'zladi. Nutq davomida Trump Sini joriy yil 24-sentyabr kuni Oq uyga taklif qildi. Yetakchilar qizil va oltin rangli ustunlar qurshovida nafis bezatilgan yumaloq stolda yonma-yon o'tirib ovqatlandi. Taomnoma Xitoy va xalqaro taomlar aralashmasidan iborat edi. Trump va Si juma kuni ham Pekindagi rasmiy qarorgohda yana birga vaqt o'tkazishlari rejalashtirilgan.